Salom do'stlar. Yana yangi bot chiqdi. YGZ Farm bot. Bundan mining qilamiz do'stlar. Mining qilish uchun birinchi o'rinda market terimga o'tamiz. Depozit qilishni o'rgatsam. Yerga kiramiz, valyuta yozamiz. Depozitda turadigan bo'ladi. Mana bu adres ko'paytiramizda. Minimal depozit 25 tron. 25 tron depozit qilgandan keyin 25 tron depozit qilib bo'lgandan keyin market yozamiz. Keyin bu yerga birinchi admin qilamiz. Tronda mana YGZ tokeniga alishtirib olamizda. YGZ tokeni alishtirgandan keyin mana bu birinchisini sotib olamiz. Keyin bu yerda ikkinchisiga o'tamiz. Bu yerda ham birinchisini sotib olamiz. Har kuni bizga mining qiladi do'stlar. Buni sotib olish uchun mana bu yerga bosamiz. Keyin bunisini biz Telegram kanaliga a'zo bo'lamiz. Telegram gruppasiga a'zo bo'lamiz. Bizga ikkitadan YGZ valyutlarni token beradi. Valyutga kirib mining qilib bo'lganimizdan keyin withdraw tugmasini bosamiz. Bu yerga Tron TRC20 adresini qo'yamiz. Minimal yechish 1 tron do'stlar. Bu yerga nechi tron yechmoqchi bo'lsak, masalan 10 tron yechmoqchi bo'lsak 10 tron bosamiz. Bu yerga esa yechmoqchi bo'lgan adresni kiritamiz do'stlar. Bo'ldi. Mana bu withdraw tugmasini bosamiz. Bo'ldi, yechiladi do'stlar. Undan tashqari bu yerda levelari mavjud. Konvertatsiya qanday qilinadi desanglar, mana bu konvert tugmasi hozir menda depozit yo'q. Konvertatsiya bo'limi ishlamaydi do'stlar. Bu yerdan ko'rsatishim mumkin ekan. 1 tron bitta YGZga teng. Masalan 25 tron kirsanglar 25 tronda maxga qo'yasizlarda, swap'ni bossanglar YGZga o'tadi do'stlar. Bo'ldi do'stlar. Har kuni tronlaringni yechib olasizlar. Bot haqida ma'lumot shu bo'ldi. Keyingi videoda qanday qilib yechishni o'rgataman. Bu juda oddiy.